Assalom kichik do'st. Siz endi Z harfining har xil shakli, so'zlardagi o'rni va boshqa harflar bilan qanday qo'shilganligini yaxshi bilib oling. Yolg'iz Z, ulanma Z, Zirapijon egiz bo'g'ash osmonga beqib, tushib ketdi bir o'rakka, göppedi qilib. Ana qara bayavanda tüge izi, tügideki sahip Cemal Uyghur kızı. Z'ga A'nı koysak za buludu. Z, A, za, za. Z'ga A'nı koysak z buludu. Z, A, z, z. Az, az, az. Az, az, az. Ağa zatını koysak azat buludu. A, z, azat, tezat, azat. Erge zanını koysak erzan buludu. Er, z, azan, zan, erzan. İki dost. Burunqi zamanda yap-yeşil o'tchib, büyük baraqsan daldirax va xushburaq gullar bilan to'lgan bir joy bor ekan. Atrofdan olqonchilik qumluq yoki toshliq topqili bo'lmaydi ekan. Hayvonlar bu joyni jannat makoni deb atishadi ekan. Zirapijon bilan Yilpizaxun ashu sehi tabiatning qo'ynida g'amsiz, xo'shal-xuram yashab kelayotgan yaqin do'stlar ekan. Bir kuni ular odati bo'yicha dala saylisiga chiqibdi. Ular o'zlarining uyi, bolalari va ularning kelgusi to'g'risida paranglashib ketib etib, hech qachon uchratmagan bir qo'rqinchli manzilga duch kelibdi. Ular qarg'udak bo'lsa, atrofdagi dal-daraxtlar kesilgan, o't-cho'plar chaylangan ekan. Buni zodi kim qilgandi? Debdi Zirapijon ochiqini zo'rg'a besib. Bu heliqi odam deb atiladigan maxluqlarning qilgan ishi bo'lsa kerak. Qarg'ana bu izlarga shularni kerak qiladi. Debdi Yilpizaxun yiroqqa so'zilgan odam izlarini ko'rsatib. Biz mushi iz bo'ylab mengib boqayli. Balkim odamlarning shuncha ko'p daraxtni zodi nimaga ishlatganligini bilib olamiz. Debdi Zirapijon. Ular odamlarning izini bo'ylab yurib ketibdi. Yo'lda ularga uzilib ketgan bir zanjir uchrabdi. Bu zanjirni cho'qim daraxt kesganlar tushirib qo'ygan gap. Debdi Yilpizaxun tishlarini o'chirildi. Ular meni berib cho'ng bir zavodning oldiga kelib qopdi. Heliqi iz udulmush zavodga kirib ketgan ekan. Yilpizaxun o'zini tuta olmay Zirapijonga: Do'stim, meni mush yerda saqlab turg'in. Men zavodga kirib, haqiqiy ahvolni o'qib boqay. Hayal qilmay chiqaman. Tasodifiy chiqamay qolsam, udul berib o'rmon podshohiga xabar qilaman. Agar o'lib ketsam, bolalarimga qarab qo'yasan. Debdi Isada. Undaqda men jenim do'stim, sen cho'qim qaytib chiqa olaysan. Debdi Zirapijon ko'ngli g'amkin holda. Shunda qilib Yilpizaxun zavodga kirib ketibdi. Zirapijon uni saqlab turibdi. Bir chaqda Yilpizaxun taxtaydan birini tishlagan holda zavoddan chiqib ketdi. Ikki do'st sog'-salomat ko'rishib, ahvollashibdi. Aslida odamlar daraxtlarni kesib akilib, bu zavodda zinnat taxtiyi va boshqa turmush lozimatlarini yasaydi-ki. Ular haqiqiy ahvolni bilgandan keyin bu ishni o'rmon podshohiga xabar qilishga menibdi va barliq hayvonlarni to'plab o'rmonni jon tikib qo'g'dashni ko'ngliga pikibdi.